Hürmetlik vatandaşlarım bir işe kız gep kılaylı. Leksiyalarımızı sözlep bulduk. Endi köydük hazır. Aksaray Bexatarlik Məsləhətçisi, Dövlət Bexatarligi Məsləhətçisi John Bolton çünki qattiq muamele qılımız. 3 saat. Hərbi işlər sahəsi, sodi ticarət sahəsi, xalqara işlər sahəsi, 4 sahəkən. Onundaki siyaset sahası. Siyaset sahası kəlgəndə əlbəttə sizin kişilik hukukunuz və Uyğurların bugünkü növbətdəki bugünkü eçinişlik turmuşu bu oturuğa çıxıdı o degen gəl. Biz işençimiz şükken ki 10. ayının 10. günü Amerika Devlet Meclisi'de Senatör Marco Rubio ve ortak reis Christopher Smith'ların açkan yığını 8. ayının 26'sından tatip takı hazır geçip olan aralıkta 3-4 kıtım Amerika Devlet Meclisi'nin Uygurlar doğrusu toxtalğanlığı bunun delili ve paketidir. Hürmetlik vatandaş. Hazır biz görüp ettik. Hazır endi aralıkta endi teň çöken strategik komandalıq organı kurulgan idi. Biz sizlerge leksiyada sözleşki ülgüremedik, vaq yetişemedik. Hazır Amerika armiyası B-52, B-2 belgilik bombardımançı aeroplanlarının hərbi bazisi hazır Amerika'nın iki kısmından yötkülüp Honolulu, Hawaii'lik deniz etrafındaki portqa hərbi bazıga, hava armiya bazısı yötkülüp. Bunu kişiler hazır təhlil qilib, bu etqandı Cungo üçün, yani G'arbi Tinch okeanını nazarda tutqan aldı Cungo üçün intayın qattiq signal. Biz bugün yani qaraydigan bolsak, nima üçün Xitoy mush yaqinlik 2017 yildan boshlab, bunun 17 yildan boshlanganligining nima sabab ekanligini aytib bergil bo'lmaydi. Hozir vatanimiz Uyg'uristonda, mustamlik Uyg'uristonda joy-joylarda 84 ayning hammasida va uningdan ortiq joylarda yig'ilish lageri qurib, Uyg'urlarni Ikkinchi dunyo urushi mezgilidagi Hitler shu vaqtga joyishlarni qandaq nazarband osti olgan bo'lsa, Uyg'urlar nazarband osti qoldi. Dini akabirimiz Muhammad Salihni so'roq jarayonida o'ldirdi. Uning farzandlari Izil, Ato farzandi Nazira xonim va uning yo'ldoshi shoir Tuniyaz, Adil Tuniyaz hazır nima deyildi? Radiodagi bir xabarda bu kishilarning izdiligini qilmasanglarmi bo'ladi, izlamasanglarmi bo'ladi. Shuna qilib bu ikki farzand Muhammad Salih ham uning ikki farzandi g'oyib bo'ldi. Uning 4 yoshlik, 5 yoshlik bolalari nerede? Hech kim bilmaydi. Mana o'shanga o'xshash. Hürmetli Prezident Trump efendi, siz 11. ayının 30. günü hazır, peki enik bulmuşsunuz, mümkünlük içinde Cumhur'un reisi Xi Jinping ile görüşeceksiniz. Ben bugün Amerika'nın greydanıyım. Ben bugün üzerinden ahvalını sözleyip hürmetli Prezident Trump efendi, benim ağzı 50'den 60 kişi, ciğerlerimden balı çakısı, o ciğerlerimden atısı, anısı, akısı, ağaçısı. Degендek bulanın dadılları allaqachon vafot bo'ldi, lekin bolaları hozir hammasi nazarband qilindi. Buning ichida mening jiyanim Xayrullo Ahmad turmaga kesildi, hukm qilindi. Necha yil ekanligini bilmayman. Men 10. ayning 10. kuni bu xabardan xabar topdim. 15 yildan beri men bular bilan hech qanday telefon aloqasi qila olgan emas. 10. ayning 10. kuni xabar topdim. Mening achamning bolasi Xayrullo Ahmad törmege kesildi. Hukamның balası Rozi İmam törmege kesildi. Yani hukamның balası Abdurreşit, hukamның balası rahmetlik, onun oğlu Harun Reşit o törmege kesildi. Yani sınımның balaları mı törmege kesildi. Kesip törmege taşlandı. Ben Amerika'ya yenip çıkalı 22 yıl oldu. Hürmetli Prezidentimiz Trump efendi, siz reis Xi Jinping ile görüşeceksiniz. Bir adamның hayatıda qanchalik 5 yil va qanchalik 10 yil bo'ladi. Bu bolalarning hammasi siyosatga aralashgan emas, faqat men qilyapman bu ishni. Bu bolalarning o'zi aktiv tijoratchi, savdogar bolalar. Uning ichida Xayrullo Ahmad o'qigan ziyolida Urumchida oliy bilim yurti tibbiy institutida o'qigan edi. O oblastlik doktorxonaning boshlig'i. Muşlarning hammasi hozir turmaga nazarband qilindi. Prezident Trump efendi siz ve Xi Jinping'nin aldığı bugün Uygurlarning beşi kelayotgan kun
3 milyon kadar, 1 milyonda 3 milyon kadar Uygurning nazarband qilinganligini, diniy akabirlardan Mehmet Salih hojimning o'ldirilganligini, anan oxirgi raisi, ya'ni kishilarning tilda qo'rchoq rais bo'lsa-mu, Uyg'ur uchun uning ismini eg'izga olayli, uning siyosatdagi raisi Nurbakirning hozir qo'lga ilinganligini, nazarbandga ilinganligini mushundaq so'zlaydigan bo'lsak, bugun Uyg'urning beshiga mushu kunlar yetib keldi. Hurmatli prezident Trump apandi, siz bu qatim Xi Jinping bilan ko'rishganda birinchi masala balki rasmiy holda, balki maqsadli holda, balki boshqa bir maqsad yoki rais Xi Jinping hozir urushga tayyorlik qilish nuqtai nazaridan Uyg'urlarga yig'ilish lageri tayyorlab, Uyg'urlarni nazarband qilib lagerga tashladi. Ayni vaqt shunda urush harpisida Şeteley yoki Hitler joyishlarni shunda qilgan edi. Bugun Jungo urush harpisi kirdimi qanday? Ahvaldan qaraganda, endi tahlil qilsak shu yerga yetdiki, masalan alayli. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati hozir boshda aytdik. Davlat bexatarligi masalatchisi Jon Bolton nima dedi? Biz Janubiy dengizda boyliqni etishni tekshiryapmiz, tadqiq qilyapmiz. Janubiy dengizning yer osti boyligini ochimiz. Biz buni ochganda Jungo qo'shilamdi, qo'shilmamdi deydigan bundaqcha Jungoning pozitsiyasi bilan aloqamiz yo'q. Nayt yirik bir davr kirib keldi hurmatli prezident Trump efendi. Hatta sizning to'g'ringiz nima deysiz yaqinda? Masalan, Alma şirketining Beijingdagi ta'minlash va tarqitish organi yaqinda Jungoda chekinib chiqdi bu prezident Trumpning urushga tayyorlik qilayotganligimi dedi. Yeshmi shundaq, so'zmi shundaq, jamoat fikrmi shundaq kelyapti. Keyingi oqibatlarning qanday bo'lishidan qat'iy nazar hozir Janubiy dengizga munosabatlik endi tinch o'kan qo'mondonlik organining qurilganligi va bularning so'zga, jamoat fikriga va siyosatga, harbiy ishlarga munosabatlik so'zlarni gaplarni qilayotganligini yuqori qilishiyat to'g'riliq vaziyat qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Biroq Amerika taraf nima o'ylaydi, nima kutib biz buni deganmaymiz. Hozir 1 milliondan ortiq Uyg'ur nazarband qilganligini sizga so'zildik, Kongress so'zildik. Ma'mur prezident Mike Pence o'zining so'zlagan nutqida tilga oldi, 1 milliondan ortiq Uyg'ur nazarband qilindi dedi. Bugun bu Oqsaroyga belgilik, bugun bu davlat majlisiga belgilik, bugun bu Amerika xalqiga belgilik, butun dunyoga belgilik. Uyg'ur bugun milliy etnik yo'qotishning obyektiga aylan. Bir millatni yer sharida yo'qotmoq. Xitoy urushga tayyorlik qilyapti. Buning sababi nima? Nima uchun shunday deymiz? Agar dedik, agar deb shartlik so'zlayli, Amerika armiyasi Janubiy dengizda harakat qilib, Jungoning tahdidi va popozisiyaga nisbatan yuqorida aytgandek haqiqiy o'q bilan javob beradigan bo'lsa, ochiqroq aytayli, yoki harbiy zarba berish boshlaydi-ku, harbiy zarba berishning pardasi ko'tarildi dedi-ku. O'q bilan zarba berishga, harbiy zarba berish o'tadigan bo'lsa, Janubiy dengiz tavalligi tamom yo'l qamal qilinadi. Havo qamal qilinadi. Dengiz tavalligi qamal qilindi. Xitoy balki bir oyni urush kirdi, o'zi qamal qilindi. Demak, Janubiy dengiz xalqaro qatnash yo'li etildi degan. 5 trillion dollarlik savdo tijorat qildigan bir yilda mushundaq bir yo'l yoki dengiz yo'li qamal qilinsa, Xitoy nega bordi? Xitoy qaysi yo'l bilan menish kerak? Xitoy faqat quruqlik yo'li bilan menish kerak. Quruqlik yo'li Şinjan, yani müstemlik Uyg'uriston orqali O'rta Osiyo va Yevropa, Osiyoning markaziga, Kichik Osiyoga, Janubiy Osiyoga va Yevropaga Xitoy faqat Şinjan degan mushu eg'iz, müstemlik Uyg'uristonni eg'iz qilish orqali shu orqali dunyoga chiqish kerak. Shunga Xitoy hukumatı bugun Uyg'uristonda Uyg'urlarni nazarband qilib, Uyg'urlarni ko'zda yo'qotmoqchi bo'ldi. Bu kishilar yoki Uyg'urlar bizni avor qiladi degan tuyg'u keldi. Yoki bizga ho'da qo'padi degan tuyg'u keldi. Yoki bular mustaqilligi uchun yana boshqa bir xil vositalarga murojaat qiladi. U vaqtda bizning yo'limiz kesiladi. Janubiy dengizda bu yo'l bilan yo'limiz kesiladi. Amerika to'sib oladi. Biz g'arbda bu yo'lni ochamiz Şinjan orqali, mustamlik Uyg'uriston orqali. Agar Uyg'urlarni nazarband qilmasak, bu yo'lni kesiladi dedi-de hozir 84 oyiga
Qatar yig'ib elish lagerini qurib, günahsız Uyg'urlarni faqat Uyg'ur bo'lganligi uchunla nazarband ostiga oldi. Bolalar yig'lab qoldi ko'chada. Hurmatli prezidentimiz Trump efendi. Analar dadalardan ayrıldı, dadalar analardan ayrıldı. Dadalardan analardan ayrıldı. Balalar narisiydi. Balalar ko'chalarda qoldi. Hurmatli prezident Trump efendi. Sizni Amerikaga Allah yetkizibdi prezident qilib, shundaqla butun dunyoga ham sizni prezident qilib avatdi prezident Trump efendi. 11-ayning 30-kuni siz Reis Xi Jinping bilan ko'rishganda bu masalalarni o'tirib qo'yishingizni va mushqatimga ko'rish orqali bu jazo lageri masalasini bir taraf qilib yetishingizni sizdan umid qilamiz, sizga iltijo qilamiz. Hurmatli prezidentimiz Trump efendi. Reis Xi Jinping har qanday mustabidning ikki yo'li bo'ladi. Yiligar toshqanning ikki uvusi bo'ladi. Her qanday mustabidning ikki yo'li bo'ladi. Biri bostirish, biri kengchilik bilan qo'lga keltirish. Hozir siz Uyg'uristonmisiz tanlashga duch keldingiz. Chunki siz urush tahdidiga duch keldingiz o'zingizcha va urushga tayyorlik qilyapsiz o'zingizcha. Shuning uchun siz mustamlik Uyg'uristonda bostirish yo'lini tanlab oldingiz. Bu yaramaydi. Bizning jenimiz va millimiz, millatlik etnik qurilmamiz va Uyg'urning mavjudligi uchun sizning bostirish yo'lini tanlab elishingiz yaramaydi. Kengchilik bilan muomala qilishingiz kerak. Chunki urush oldida bir mustabid mustamlika rayonga yoki kengchilik bilan muomala qiladi, yoki tahdid bostirish bilan muomala qiladi. Siz tahdid bilan bostirishni tanlab oldingiz. Xato qildingiz. Xato qildingiz Reis Xi Jinping efendi. Agar mubada Janubiy dengizda Amerika armiyasi başta harakat qo'llarimiz dedi. Jungoga ham harakat qo'llarimiz dedi.